Aziz tomoshabinlar, video boshida kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov san'atda o'z o'rnini topgan ijodkor hisoblanadi. Bu yil 53 yoshni qarchilagan xonandaning san'atga kirib kelishi, ayriliqlarga to'la hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Og'abek Sobirov 1972-yil 24-iyun kuni Xorazm viloyati Urganch shahrida temiryo'lchi Karim ota xonadonida dunyoga kelgan. İlk musiqiy saboqlarini akasi Maqsud Sobirovdan olgan. 1978-yil 9-o'rta maktabga, 1983-yilda 3-musiqa maktabiga o'qishga kiradi. Musiqa maktabidan so'ng Urganch shahrida joylashgan san'at kollejida tahsil olgan. Og'abek Sobirov ko'plab musiqiy tanlovlarda omadli ishtirok etgan. İlk yakkaxon konsertini 21 yoshida Filarmoniya binosida taqdim qilgan xonandaning bu boradagi natijalari havas qilgulik. Og'abek Sobirov poytaxtda 30 ga yaqin viloyat va tumanlarda 200 dan ortiq yakkaxon konsertlari muallifi bo'lgan. Bundan tashqari AQSh, Germaniya, Fransiya, Belgiya, Kanada, Turkiya, Malayziya, Hindiston, Rossiya, Eron, Janubiy Koreya, Vengriya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil, Xitoy, Turkmaniston davlatlarida bir necha martalab yakkaxon konsert dasturlarini taqdim etgan. Davlat mukofotidan avval muxlislarning Xorazm bulbuli degan e'tirofiga muyassar bo'lgan Og'abek Sobirov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga 2002-yilda, O'zbekiston xalq artisti unvoniga esa 2020-yilda munosib ko'rilgan. San'atkor uchun unvon avvalroq berilishi kerak edi deyilgan gaplarni eshitishning o'zi katta baxt. Masalan, sizga ham berildimi? Tavba desa nima qilardim? Unda bu narsaning keragi bo'lmasdi, chunki u sharaf bo'lmaydi. Odamlarning ko'zida soxta san'atkor bo'lib gavdalanib qolasiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali to'ylarda, konsertlarda odamlar bilan hamsuhbat bo'lib qolamiz. Shu paytlarda birinchi beriladigan savol shu: nima uchun sizga O'zbekiston xalq artisti unvoni berilmayapti? Bu savollardan men to'g'ri ma'noda zavq olardim. Shukrki, men xalqning nazarida ekanman. Keyin ham berilmasligi mumkin edi. Aslida gap berilishi yoki berilmasligida ham emas. Masalan, xalq yaxshi ko'rsa, shuning o'zi oliy unvon. Endi 10 yil oldin, 15 yil oldin berilsa ham bo'lardi degan gaplar bo'lyapti. Masalan, bu narsaga ko'pchilik guvoh. Ochiqdan ochiq yozishyapti. Bu narsalar san'atkor uchun ulkan baxt. Aytishadi-ku, har bir narsaning o'z vaqt soati bor. Demak, vaqti bo'lmagan. Men shunday tushunaman. Allohga behisob shukr. Yurtboshimizning kamtarona san'atimizga nazari tushgandan juda ham xursandman, deydi xonanda. Ikkinchi marta uylanganim rost, qayinsinglimga uylanganim esa yolg'on. Og'abek Sobirovning hayoti ko'pchilik o'ylagandek faqat yutuqlar, g'alabalardan iborat bo'lmagan. U hayotidagi eng yomon hodisa ayolining o'limi bo'lganini aytadi. Ayolim olamdan o'tgan, lekin mishmishlar shu qadar avj olib ketdiki, qayinsinglisiga uylandi degan gaplar tarqab ketdi. Ayolim qarindoshimiz, tog'amning qizi bo'lgan. Eslasam, boshqacha bo'lib ketaman. Hayotda eng ezilgan davrim bo'ldi. U paytlarni eslasam, o'sha hayotga yana qaytgandek bo'laman. Yaram yangilanadi. Bu hayotda mening yuragimni jarohatlagan eng katta hodisa shu yo'qotish bo'ladi. Bunday taqdirni hech kimga hech qachon ravo ko'rmayman, deydi Og'abek Sobirov. Rahmatli ayolim xotirasiga film ishlaganmiz. Og'abek Sobirov o'zini kino olamida ham sinab ko'rgan. U aktyor sifatida Qizg'aldoq nomli filmda bosh rolni ijro etadi. Ushbu film ham, film saundtreki ham juda ommalashgan. Oilamizdagi mudhish voqea farzandlarimizning onasi olamdan o'tgandan keyin uni bir umrga eslatib turadigan yodgorlik sifatida kino suratga olsak degan maslahatlar bo'lgan. Bu taklifni kutmagan edim. O'ylab qarasam, bu ham savob, ibrat bo'ladi. Mikoil Sulaymonov film ssenariysini yozgan. Ibrohim Rasulov filmni suratga olgan. Bu film asosan real voqealarga asoslangan, deydi Og'abek Sobirov.
Otamning duolari sabab shifo topdim. O'zlari esa olamdan o'tdilar. Og'abek Sobirov dadasi u chalingan dardni Xudodan so'rab o'ziga olganini xotirlaydi. San'atga endi kirib kelayotgan paytlarim 91-92 yillar edi. Yotib qoldim. Juda ham yomon paytlarni boshimdan o'tkazdim. Hozir ota bo'lib, o'sha vaziyatimda ota-onamga qanchalar qiyin bo'lganini bilyapman. Dunyoda hech bir ota-ona farzandining yomon holatini ko'rmasin. Dadam bizni shu darajada yaxshi ko'rardilarki, bizni dunyoga ishonmas edilar. 3-4 oy yotib qolganimdan so'ng miyamda shamollash bo'lib, meningit bo'lib qoldim. Keyin yana 4 oy bu kasal bilan kurashdim. Juda xavfli bo'ldi. Deyarli 1 yilga yaqin to'shakda yotdim. Tashqariga chiqib, biror joyga bora olmasdim. Ozib, o'zimni taniy olmaydigan darajaga kelib qoldim. Oynaga qaraganimda qo'rqib ketardim. Baribir ota ekandi. Otam ustimda turib, Allohga nola qilganlar. Bolamning dardini olib menga bergin. Bolam qiynalmasin deb. Buni o'z quloqim bilan eshitganman. Dadam shu dardimni so'rab o'zlariga olganlar. Shu voqeadan so'ng kundan kunga yaxshi bo'lib ketaverdim. Dadam esa 2 yilga bormay vafot etdilar. Dadam temir yo'lchi bo'lib ishlaganlar. Juda baquvvat inson edilar. Har kuni 30-40 kilometr piyoda ishga borib kelardilar. Lekin shu voqeadan ko'p o'tmay olamdan o'tganlar. Ba'zida biz otamizga mos farzand bo'la oldikmikan, munosib bo'lib, hurmatlarni joyiga qo'ya oldikmikan deb o'ylab qolaman. Hozirgacha shu fikr menga tinchlik bermaydi. Juda qiynalaman, deydi Og'abek Sobirov. Ma'lumot uchun, O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov bugungi kunda Lazgi badiiy ashula va raqs ansambliga rahbarlik qiladi.